Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi darvozamiz Hightech Afsona Poson deydi. Bu darvozamiz 2 qavatli, listlari qalin, ikkili listda bo'lgan. Bu darvozamiz Chortoq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Ishimiz sifatida xolos ideal holatda, joylarga ham juda chiroyli tushdi. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, pastda numar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastlabki stanovkasi ichida qilib kelishilgan holatda sifatli ishlarni qilib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa ishimiz juda chiroyli, yaxshi chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu darvozamiz eniga 3.30 bo'lgan, balandligi 3 metr bo'lgan darvoza. Eshigini kalitkasini o'rtada qilib berganmiz. Kimga mana shunaqa ishlarimiz kerak bo'lsa, pastda numar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.